Amir Temur nafaqat sarkarda, balki u juda dono hukmdor bo'lgan. U shunday janglarda strategiyalar qo'ylaganki, hattoki dushmanlari ham unga tan bergan. Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Tesh, ya'ni hozirgi Shahrisabz shahrida tavallud topgan. Uning otasi Amir Tarag'ay nufuzli beklardan, Barlus urug'idan bo'lgan. Amir Temur yoshlikdan jangga juda ham ko'p qiziqdi. Ya'ni u asosan chavandozlik hamda kamondan o'q otish janglar bilan shug'ullangan. Shu sababli u yoshligida qattiq jarohat olgan va bu jarohati tufayli uni Amir Temur, ya'ni Amir Lang deb, ya'ni Amir Temur cho'loq deb atashadi. Amir Temur son jihatdan emas, sifat jihatdan g'alaba qozongan. Uning ko'plab dushmanlari bo'lgan. Ular son jihatdan Amir Temurdan kuchli bo'lgan, ammo Amir Temur har doim aqlan ishlatgan va har bir jang oldidan psixologik tomonlama o'zini tayyorlab olgan. Vafotidan so'ng Amir Temur jasadi Samarqanddagi Go'ra Amir maqbarasida dafn etilgan. Amir Temur tarixda buyuk sarkarda hamda ilm-fan xonisi sifatida chuqur iz qoldirgan.